Assalomu alaykum sevimli do'stlar. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Bu sondagi tanlash savollarimiz fidokorlik haqida bo'ladi. Fidokorlik insonda bor bo'lgan bebaho go'har. Hayotimizda yuz bergan yaxshi ishlarning hammasi ma'lum bir ko'rsatgan fidokorlikning natijasi. Masalan, biz o'yinimizni yarim yo'lda tashlab qo'yib, qarindishimizga yoki cho'nglarga yordamlashib fidokorlik ko'rsatamiz. Fidokorlikning cho'ng kichigi bo'lmaydi. Qiyinchiliklarga ko'ksimizni keralisak, o'qishimizga o'zimizni bag'ishlay olsak, ko'nglimiz totgan ba'zi ishlardan kechalisak, fidokorlik degan ana shu. Aytib beqinglar-chi qani, sizlar fidokormi? To'g'ri javobga erishmoqchi bo'lsanglar, tövandagi savollarni ishlab o'zingizlarni tekshirib beqinglar. Birinchi savol. Yaqin bir do'stingiz bilan o'ynayotganingizda anangiz sizdan bir ishda yordam so'rasa, qanday qilasiz? A. Azroq ta'xir qilib turishni o'tinaman. O'yinim oxirlashganda yordamlashadiganligimni aytaman. B. O'yinimni to'xtatib turib, anamga yordamlashib bo'lgandan keyin davomlashtiraman. C. Kechiring, men hozir oldirash ana, deyman. İkinci savol. Do'stingiz sizdan topshiriq ishlashga yordamlashishni so'rasa, ammo siz unga yordam qilishni qat'iy xohlamasangiz, nima deb javob berasiz? A. Biror bahona tepib, bir ozdan keyin yordam qiladiganligimni aytaman. B. O'zim xohlamasam-mo yordam qilishga tirishaman. C. Xafa bo'lma, sen yordam qilishni xohlamayman. Har kim topshiriqlarini o'zi ishlashi kerak, deyman. Üçüncü savol. Avtobusga yashangan biri chiqib qolsa, qanday qilasiz? A. U bu tarafga qaramaslikka tirishaman. B. Darhol o'rnimdan turib, o'rin bo'shatib berman. C. Meningcha yashanganlarning avtobusga chiqmagani yaxshi. Dördüncü savol. Tanaffusda amroq shokolatingizni yeb atsangiz, yoningizga do'stingiz kelib qolsa qanday qilasiz? A. Shokoladni uningga ko'rsatmaslikka tirishaman. B. Darhol ikkiga bo'lib, bir parchani uningga beraman. C. U shokolad olsin, afsus, uningga bera olmayman. Beşinci savol. Uyingizda qo'nib qoladigan mehmonga hujringizdan o'rin beramsiz? A. Bermay amal yo'q. Koshki boshqa bir hujra bo'lsa-chi? B. Albatta beraman. Nihoyatda bir qancha kunning ishi u. C. Mushundoq ish bilan faqat xushim yo'q. Arvoyim uchidi. Altıncı savol. Televizorda ufkungiz bilan ishkinglar eng yoqtiradigan ikki film birli vaqtda qo'yilsa, qanday qilasiz? A. Jili bo'laman. Koshki ikki televizor bo'lsa-chi? B. Bu qatim u ko'rib turib, kelarki qatim men ko'raman. C. Men uningdan cho'ng, shunga men yoqtiradiganni ko'ramiz. Yettinchi savol. Qo'shningizning oyoqqa ehtiyojli ekanligini bilsangiz qanday qilasiz? A. Qo'nroq oyog'imni beraman. B. Oyoqlarimdan birini chiroyli pokizlab, uningga beraman. C. Men hamma oyog'imni yoqtiraman, shunga uningga boshqa narsamni beraman. Sakkizinchi savol. Bog'chada ilangich uchayotganingizda sizdan kichik birining ilangich uchaman deb yig'layotganini ko'rsangiz qanday qilasiz? A. Ozroq ta'xir qilib turishni aytaman. B. Men tushib beraman, chunki u mendan kichik. C. Men texi amdi chiqdim, tushmayman, deyman. To'qqizinchi savol. Dala tamog'ida oxirgi bir zix kavobni yeyotganingizda bir mushuk yoningizga kelib miyanglashga boshlasa, qanday qilasiz? A. Qo'sqim to'ygan bo'lsa, uningga beraman. B. Darhol kavobni uningga beraman. C. Men mushukka amroq emas, qo'g'lib etaman.
10-chi savol. Pidokorlikni kimlarni ulgu qilasiz? A. Atrofimda pidokorlikni ulgu qilgudek ko'p odam yo'q. B. Cho'nglarimni ulgu qilishga tirishaman. Ota-onam nihoyat pidokor kishilar. C. Men xeli pidokor, shunga boshqalarni ulgu olmayman. Pidokorlik haqidagi savollar mushuning bilan tugadi. Endi javoblar tekshirib boqaylik. Agar A javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim. Ba'zida pidokorlik degan o'zimiz eng yoqtiradigan narsadan voz kechishni talab qiladi va buni har kim qilolmaydi. Ammo biz bir-birimizga bo'lgan muhabbatimizni va samimiyatimizni pidokorlik qilish orqali isbotlay olamiz. Biz ko'rsatgan pidokorlik qanchalik tas bo'lsa, buni qilganligimiz uchun Parvardigorimizning bizga beradigan mukofotimi shuncha cho'ng bo'ladi. Ko'zdagmisun, siz haqiqatan pidokor ekansiz. Unutmang, pidokorlik faqat boshqalarni xushal qilish uchunla jafo chekadigan ish emas. Faqat ba'zida o'z orzusini kechiktirishmi pidokorlik hisoblanadi. Chunki bunday ish davomli yuz beraversa, u chaqda bu pidokorlik emas, nohaqchilik bo'ladi. Agar B javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, siz pidokorlikni allaburun odatingizga aylantirib bo'libsiz. Ko'zdagmisun, buni davomlashtirsangizlar, yegona Rabbimiz sizga jannatda katta mukofotlarni beradi. Inshaalloh. Biz musulmonlar ba'zida boshqa qarindishimizni xushal qilish uchun o'z orzularimizdan voz kechalaymiz. Kunlarning birida bizning xushalligimiz uchun boshqa qarindoshlarimizmi o'z orzularidan voz kechadi. Oldi bilan hammamiz pidokorlikni o'rganishimiz va boshqalarga o'rgatishimiz kerak. Ondan yashash haqiqatan osonlashadi. Atrofingizdagilarga ko'rsatgan pidokorligingiz uchun sizni qayta tabriklayman. Agar C javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyumli qarindishim, boshqalarning xushalligi uchun ma'lum narsalardan voz kechish ba'zida menga tas keladi. Lekin bundaq chog'larda ota-onamning meni xushal bo'lsin deb tatgan jafolarini o'ylab qolaman. Ondan bu taslik sal yengillaydi. Chunki men pidokorlik ko'rsatsam, gezi kelganda menga pidokorlik ko'rsatadiganlar chiqadiganligini bilaman. Pidokorlik bizdan hech nimani kamaytib etmaydi. Aksicha, bizni ham Parvardigorimiz yaxshi ko'radigan, ham insonlarni yaxshi ko'radigan biriga aylantirdi. Sizmi bu ishda suyumli payg'ambarimizni va ota-onangizni ulgu qilsangiz, payg'ambarimizning axloqiga yaqinlasha olasiz. Programmamızdan bu qitim qısani müşiyet ayaklashdi. Keyingi qitimliq sani görüşeyli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.